Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mani obunachilarim, salomatmisiz? Avvalambor barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni nikoh oqshomimizni judayam ko'pchilik insonlar intiqlik bilan kutishdi va bizga yaqindan, uzoqdan turib yaxshi niyatlar, duolar bildirishdi. Alloh taolo barchangizdan ikki dunyoda rozi bo'lsin. Judayam xursand bo'ldim. Shuncha insonlar taqdirimizga befarq emasliklaridan yaxshi niyatlarni ham o'qidik, yomon fikrlarni ham o'qidik. Yomon fikr bildirgan insonlar bilan bizni ishimiz yo'q. Qanchalik harakat qilishmasin, bizni hayotimizga, baxtimizga umuman ta'sir qilmaydi. Biz bizni duo qiladigan insonlar bilan bandmiz. Ularni haqqilariga Alloh taolodan biz ham duolar so'raymiz va o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga katta rahmat. Va Feruzaga baxt tilayman chin qalbimdan. Hamma baxtli bo'lsin. Shuning uchun hamma baxtli bo'lsin. Rostdan, chin qalbdan, haqiqatdan ham men istayman hamma baxtli bo'lsin. Rost. Kim muhokama etadi, g'iybat etadi, kim yomonlik etadi, pes odam qasd etadi. Hem yomon, baxtsiz, haqiqatdan o'zini hayotida bir go'zal narsalar yo'q bo'lgan inson g'iybat etadi, muhokama etadi. İşte girib kommentariyalarga girib sostib o'tiradi. Baxtli insonlarning vaqti yo'q. İşte g'iybat qilmaylar. Yaxshi emas bu. Men hech narsa yo'qotganim yo'q. Menda hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Men topdim nabarot, farzandim bor. Murat yaxshi, Xudoga shukr, uyda. Hozir xizmatdan chiqdim. Unashtirildingizmi? Yo'q hali, hozircha. Reklama olmayman. Tutamas bir uçurum gibi düşlerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. O'zi xohlab yashagan, meni qizim bo'lib yashagan buni. Men buni to'y qilib yashagan qiz bo'lmagan shu paytgacha. Odamlarga nimanidir оправдывать qilish uchun kirganimni, просто bolam uchun aytyapman, что bola meniki. И любой joyda aytolaman. Birinchi xotin, ikkinchi xotin masalasiga kelsak, menda ayol bo'lmagan, qiz bo'lib yashaganman. Meni qizim bo'lib yashagan, kim yashagan bo'lsa ham shu paytgacha meni qizim bo'lib yashagan, hamma narsaga rozi bo'lib yashagan. Hozir uylanyapman, endi ayolim bo'ladi inshaalloh. Uyga ham keldik, alhamdulillah. Bugungi kunimiz ham o'tdi, judayam fayzli bo'ldi. Hamma kelgan yaqinlarimga kattakon rahmat. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. To'g'risi, nima deyishga ham hayronman. Shunchalik meni yaxshi ko'radigan, qalbiga yaqin oladigan insonlar ko'paygan. Kelib men uchun yig'lashdi, men uchun duo qilishdi, xizmat qilishdi. Hammalarga rahmat, xizmatingizga rozi bo'linglar. Men ham sizlarni yaxshi kuningizda shunaqa chiroyli xizmatlar qiling va yaxshi kuningizda yoningizda bo'ling, billa bo'ling. Kattakon rahmat hammaga. Endi bu yog'iga yangi hayotimiz boshlandi inshaalloh. Har yomonni bir yaxshiligi bo'ladi deydi-yu, hayotingizdagi ayrim darslarni sizga o'rgatgan sabog'i nima bo'ldi eng so'nggi kunlarda? Endi nima bo'lsa ham shu xayrlisi shu ekan. Men har bitta inson hayotimizga o'zi shu dars berish maqsadida keladi. Yoki mukofot bo'ladi, yoki qanaqadir bir ma'noda ustoz bo'ladi. Hayot shunisi bilan chiroyli bo'lsa kerak. Har kun biza istagandek bo'versa ham bo'lmaydi. Lekin baribir biza istaganimiz bo'lmagani bilan undan-da go'zali bo'ladi o'zi aslida. Va har doim yaxshilikni kutish kerak, yaxshi bo'lish kerak. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz, yaxshiliklar kelaveradi. Yomon deb o'ylaganingiz ham aslida siz uchun yaxshilikka ishlagan bo'lish.
boshqa muhit, oilamdagi tarbiyam boshqacha. Hamma o'ziga yarashadigan ishni qiladi. Va menga har xil gaplarni so'zlash yoki bo'lmasa bir yomon fikr bildirish yarashmaydi deb o'ylayman. Va men yomon fikr ichimda yo'q. Haqiqatdan chin dildan kim bilan nerda bo'lsam baxtli bo'lsin. Va men baxtliman, Xudo behisob shukr, alhamdulillah farzandim bor. Oilam, yaqinlarim hammasi yonimda. No bo'lgandam farzandimni otasi men hech qachon odam haqqida yomon so'zlamayman. No qarorga kelishidan qat'iy nazar hurmat etaman. Xudo xolasa advokatlarimiz ish olib boribdim, turibdi. Ma'lum vaqtdan keyin farzandim faqat o'zimni farzandim bo'ladi. Faqat shu yuzasidan bizda ozgina bir-birimiz bilan отношения bor. Bir-birimiz bilan emas, advokatlarimiz bilan. Va u insonlar ham tinch qo'yinglar, men ham tinch qo'yinglar. Men ham baxtliman, ular ham baxtli. Hamma o'zini bilganini aytib, hazzatib yashasın. Aytajakim, meni tarafimni olib yozasizlarmi, ularni tarafini olib meni yomonlab yozasizlarmi, foydasi yo'q. Hamma baribir o'zini qarichini o'lchab, hamma o'zini tanlab bo'lgan. Va bu deganim men bechoraman degani emas, modim hamdardlik bildirib yig'lab yozibdi qizlar bechoralar, unda tavermanglar, ichga vermanglar, o'rtoqlar, men yaxshiman. To'g'ri, endi men ham bu vaziyatlardan oson chiqib ketmayman, lekin chiqib ketganim men u vaqt homilador vaqtimda bo'lgan. Bu menda shuning travmatik, krizisli davrim homilador paytimda bo'lgan. O'sha meni farzandim 1 yoshga kirdi. Menda hammasi yaxshi. Shuning uchun xavotir olmanglar, har xil narsa yozmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Men ham yaxshi ko'rib hurmat etadiganlarga rahmat katta. Yomon ko'rsangizlar ham, yaxshi ko'rsangizlar ham o'zingiz bilasizlar. Так что istaradim просто kuzatib, hazzatib o'zlaringiz hayotlaringizni yashanglar. Men shuni istayman, shuni tarafdorman. Agar ma'nodir qiziq bo'lganda yoki meni nima desam, bir gaplashishni istaganimda dum ko'p gaplab bilaman. Просто menga yarashmagani uchun. Va meni tarbiyam o'ta bir boshqacha qiz bo'lganligini tushunaman. Va farzandim ertang bir kun bu chiqib turgan har xil sassi gaplardan men shunda bo'laman. Masalan, farzandim ertang g'ururi sinmasin, ya'ni farzandim bir faxrlanadigan insonlar bo'lishimizni istar edim. Lekin men shuni harakatindaman. Endi boshqa tarafda o'zlari biladi. Hammaning tanlovi o'zinda, ya'ni kim. Shuning uchun hammaga shuni aytish uchun efir ochdim. Bo'ldi, chiqaman efirdan. Xudo xolasa bir ma'lum vaqtdan keyin efir ochaman. O'zi efir ochish niyatim yo'q edi. Bugun direkt dedim ko'p gaplar keldi. Men o'zi aslında ichimdan dim xotirjam va baxtliman aslında. Lekin bugun yozilgan narsalar meni psixikam ozgina ta'sir etib turibdi. Menga uning bechora qaramanglar, men yaxshimandim. Men yaxshiman, Xudoga shukr. Yaqinlarim yonimda, bolam yonimda, bag'rimda, opam akam hammasi normal menda o'rtoqlar. Endi no deyin yana. Masalan, kashtan. Ava, baxtliman, no, baxtladim-ku. Yomon gap yozmasinglar. Ava, yomon gaplar yozmanglar. Ava, Muratning akasi no bo'lgandan hurmat etinglar, bo'ldi. Tak что shuni aytajakman. Hammaga rahmat. Xudo xolasa Xudo xohlasa bo'ldi, shuni aytajak edim. Bunusini balam muxtab etganiga shunga. Ogili magazinan, chikkini shahasinan. Nina, mangay. Amagalo. Вот, shuning gaplar o'rtoqlar. Hammaga xayrli kech, xayrli oqshom, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Efirni ko'p gapirib yubording. To'g'ri, endi seni gaping uchun o'chiratirganim yo'q, o'zim istaganim uchun o'chiratirman aslında. Senlere nima desam, e'tibor bermaka vaqtim yo'q. Sen ham baxtliman. Sen ham baxt bo'l. Al vaqting keldi. Yaxshi gaplardan bo'ldi. Al vaqting keldi, al. Al get senga. Так что xo'sh. Baxtim ochiq o'rtoqlar, ravara, ham mir baxt aslında. Siz bilmaysizlar просто. Instagramga qo'ymasam nolmay, baxtsizman deganim yani. Baxtli qizman. Тоже мне. Mayli, hammaga xayr. Gapirsin deb
yosh bolani, ya'ni mani turmush o'rtog'im farzandlarini ko'pchilik valati zino deb yozib tashlayotgan ekan. Sizlar farosatinglar bormi? Aql idrok qilib yozyapsizlarmi bu gapni? Qanaqa yosh shiringina go'dakka qarab shunaqa gap yozish mumkin? Ularning nikohlari bo'lgan. Endi men u nikohga guvoh bo'lmaganman. Menga shunaqa aytganlar. Oshkora emas, maxfiy nikoh bo'lgan. Nikoh ikki turga bo'linadi, bilasizlar, oshkora va maxfiy. Ularda maxfiy bo'lgan. Men unga guvoh bo'lmaganman. O'zlari aytganlar, shu nikohimda bo'lgan, farzandim bor, valati zino emas, halol farzand. Va men kelganimda u ayol talog'ini bo'lgan, o'sha почти ancha vaqt bo'lib ketgan, ajralib ketishgan. Undan keyingi ayol bilan gaplashib yurgan bo'lsalar, ularda ham xuddi shunaqa maxfiy nikoh va taloq olgan. Shunaqa holat. Men kelganimda o'ylamanglar, hech kim ularni hayotlarida bo'lmagan, na shar'iy, na qonuniy. Men endi ularni inshaalloh qonuniy ayollari bo'laman. Lekin farzandlari zinodan tug'ilmagan. Unaqa birovga, ayniqsa yosh bolaga unaqa tuhmat qilmanglar. Hamma ko'pchilik meni yozib tashadi, yetim qilding bitta yosh bolani, u yoq bu yoq. Iltimos sal o'ylab gapiringlar. Men bularni hayotlari kelganimda hech kim yo'q edi. Maxfiy nikoh bo'lgan bo'lsa, taloq ham tushgan, ajralishgan, o'tda qonuniy ZAKS yo'q, boshqa yo'q, sud bo'lmaydi. Taloq beriladi, ajrashilinadi. Shunaqa holat bo'lgan. Uni ham men tepasida turmaganman. O'shaning uchun men bemalol ishonch bilan meni erim uylanmaganlar deb aytganman. Men ofitsialniy uylanmaganlarini nazarda tutib aytganman. Bu Allohning taqdiri, bu Allohning qadari. Qaysidir ayol bilan o'xshamagan bo'lsa, yo ikkinchisi bilan o'xshamagan bo'lsa, ajrashishgan bo'lsalar, farzand bo'lgan bo'lsa, nimaki bo'lmasin Allohning xohishi. Va men hech kimni bir buzib hayotini buzib kirgan odam emasman. Shunda o'zimni baxtim bilan ovora bo'lib yashayapman. Oyijonim bilan, singlim bilan, Pari bilan gaplashamiz. O'zimizni to'y masalalarini hal qilamiz, o'zimiz ishlarimiz bor, ularni hal qilamiz, yuramiz. Mani kundoshlarim yo'q, asalim. Agar erkak bir ayolga taloq bergan bo'lsa, u uni xotini hisoblanmaydi. U erkak bo'ydoq hisoblanadi. Yoki shariatdan tushunmasangiz, borib dars oling. Agar erkakni hayotida o'sha ayollar bo'lsa, yashayotgan bo'lsa, talog'i bo'lmasa, o'shanda ulardan keyingi kelgan ayol bo'lishi mumkin. Ikkinchi xotin yo uchinchi xotin. Lekin taloqdan keyin u erkak uylangan yo xotini bor hisoblanmaydi. Menga tuhmat qilib yozyapsizlar, ikkinchi bo'yatda, uchinchi bo'yatda. No. Meni yerimni xotinlari yo'q. Inshaalloh endinga men bo'laman. Nomiga tegyapsizmi? Unaqasi sizda bo'lishi mumkin, bizda unaqasi yo'q. Biz addushi deganmiz.